Voy aylana, assalomu alaykum. Biz mahallada nima qilib yuribsiz? Zibo opani uyini qidirib yuruvdim. 12 ta nima ishingiz bor? Sovchilikka kelyapmiz, qizlari bor ekan. Voy, qizga sovchilikka keldingizmi? Ha, nima gap tinchlikmi? Biron gap bilsangiz ayting. Bo'lmaydi. Dilapiriz apriz u. Siz qoralik qilib yomonlamayapsizmi? Nima deganingiz bu? Menga deb borib olavering. Voy, kechiring, xafa bo'lmang-ku. Endi shunaqa insonlar bor-da, bir-birini ko'rinmay orqasidan gapiradigan. Hamma baxtli bo'lish tarafdoriman, Salim. Salima bor, lekin uni hamma Salima sassiq deydi. Sharafat bor. Hamma sharafat pat deydi. Ana pichina sexida ishlaydi-da, keyin ko'chada yursa hamma joy pichina sasib ketadi. Unda kimni kelin qilaman mana? Bitta bor. Ko'rsating, bor bo'lsa yuring birga boraylik. Uyi qayerda? Mana kelib eshigim tagiga. Meni qizim. Saodat, voy ismi chiroyli ekan. Bir ko'rsating, Hozir chaqiraman, ketib qolmay turing. Chetda turibding, hozir chaqiraman. Osmonda qushlar uchganda sog'inib kelgan. Saodat! Hey, Saodat! Saodat! O'zingga qara. Shunday aqlli, shunday qo'llari gulpazanda. Salim! Omadingiz bor ekan, sovchilar ko'p, lekin men sizga beraman. boring chaqiring. Saodat! Assalomu alaykum. Choy. Shumi qizingiz? Ha, uyatchan. Men endi uydagilar bilan maslahatlashib kelay endi. Unday demang. Xudo dedim-a? Ishni pishitib keting. Otasi nima ish qiladi? Otasi yo'q. Men bir to'liq oiladan kelin qilmoqchi edim. Ham ona, ham otasi bo'lsa dedim. Uzr. Aynan-ay. Ota kerak bo'lsa, men yana erga tegaman. Men bir uydagilar bilan maslahatlashay. Ona? To'y qachon? 45-yil. Onang o'lib onasiz qol. Karkidon ho'pkes. Boshingdagi lentaga barobarmidi? Hay, o'lgan bo'lsa ayt, menda emas-ku. Ota topaymi yoki kuyov topaymi? Nima qilay?